Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. O'zini o'zi band qilgan fuqarolar ish stajiga qanday ega bo'ladi va shu haqda batafsil. Agar siz o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsangiz va belgilangan miqdorda ijtimoiy soliq to'lab borsangiz, har bir ijtimoiy soliq to'lagan yil sizga ishlagan yil sifatida mehnat stajiga hisoblanadi. Ma'lumot uchun, o'zini o'zi band qilgan shaxslarga 1 yil uchun ijtimoiy soliq miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari. Bugungi kunda 412 ming so'm. Eslatma, mazkur imkoniyat faqat o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun joriy etiladi. Buni amalga oshirish uchun 2 qadam kifoya. Birinchi qadam, Mago.uz platformasidan onlayn shaklda yoki davlat xizmatlari markazlariga borgan holda ro'yxatdan o'tiladi. Ma'lumot sifatida o'zini o'zi band qilish uchun 104 turdagi mehnat faoliyatlari ro'yxatidan o'ziga tegishli mehnat faoliyati turini tanlash kerak. Va ikkinchi qadam, soliq organlariga yoki soliq xazna klik mobil ilovalari orqali onlayn ijtimoiy soliq to'lovini amalga oshiriladi. Qonunchilikka asosan 7 yil ish stajiga ega bo'lmagan fuqarolar pensiya olish huquqiga ega bo'lmaydi. Xulosa qiladigan bo'lsa, kelajak pensiyasini olishingiz uchun bugun 2 qadam qo'yishingiz kifoya. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Siz bilgan va bo'lmagan xabarlar hali oldinda.